Men dedi, o'lganimdan keyin ustingizda ko'p kiyib yurgan mana shu choponingizni menga kafanlik qilib bering dedi. Qarang, kiyib yurgan choponingizni menga kafanlik qilib o'rab bering dedi. Yana bittasi aytdiki, men qabrdan qo'rqyapman, iloji bo'lsa oxirgi nimasigacha qabrimning ustida turing dedi. Yana bitta vasiyatim qizim Fotimani ehtiyot qiling. Ayollar, sahobiy ayollar yo mushriklar qattiq gapirib bunga dilini ortib qo'ymasin dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tganlaridan keyin o'zlari yuvib choponlarini o'rayman deb turuvdi. Jabroil alayhissalom keldi. Jabroil alayhissalom kelib nima dedi? Alloh taolo jannatdan bir kafan olib keldi, Hadichani kafani bizdan dedi. Hadicha onamizning kafani jannatdan keldi. Maqomlari bor Hadicha onamizning ikki kafan sohibasi degan. Hadicha onamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga butun umr davomida zarracha dilini ortadigan bironta yo yuziga qarshi chiqadigan amal qilmagan. Hozirgi kunda ayollar erini nima qilsa qilyapti. Ayollar yoshlarga o'rgatadigan narsasi borib turib eringni falon qil, piston qil deydiganga o'tib oldi. Endi shu narsani ham yig'ishtirishlik kerak. Bu joyga kelayotganda albatta erkak emas, ayollarimizga ham bo'ladigan nasihat bor bu joyda. Nima desa, vaqti kelsa ayollar borib turib qizlarini o'zi eri bilan zo'r yashayotgan bo'lsa ham oddiy bir mato uchun bir ro'zg'orni buzib o'rayotganlar. Biz o'zimiz masjidda 10 yil ishladikda. 2014-yilda boshlagan bo'lsak, 2014-yilda boshlab 2024-yilgacha to'liq masjidda ishladim. Imomlar aytadi, borib mana ajrim bo'layapti ekan, borib qatnashib qo'ying deydi. Yoshmiz o'zi. Hali uylanmagan paytimiz, ajrimga kiryapmiz. Uylanmagan odam qo'rqib ketadi hali ajrimda bo'layotgan voqeani ko'rib. Bir 10 kun bo'libdi to'yganiga, 10 kun bo'lgan to'yga haligi kuyovda onasi aytayapti. Men deydi bu kelinni tez hozir narsasini olib ketmasa rozi emasman, men o'g'limga boshqa uylayman deyapti. Nima sabab dedim. Ajrimga sabab nima dedi? Bir kelin xizmat qilmaydimi yo gap qaytaradimi? Nima dedi? O'g'lidan so'rasam bironta aybi yo'q dedi. Qayni aytayaptiki, meni bitta singlim bor edi. Hamma qudalarga tushirayotganda materialdan kiyim berasi, shu singlim gap kelmadi. Singlim mendan xafa bo'lib uyga ketdi. To'yimda to'y kuni xafa bo'lib ketdi. Men singlim uchun bitta kelin tanlayman, men singlimni tanlayman deyapti. Singling rahmoq ekan. Bitta material uchun bitta oilani buzaverami hozir? Chaqiring ashodi, hojiman. Opam chaqiring dedim, keldi. Ishonasizmi, haligi joyda haligi opamni ko'ryapti, beti shunaqangi nimada to'polonni ko'rib o'zi qo'rqib ketgan haligi ayol. Tinchlikmi nima bo'lyapti deb kiryapti. Ha siz dedim bitta material uchun xafa bo'lib ketgan ekansiz. Ha hozir oila ajrashib ketyapti shuning uchun dedim. Desam aytdiki, ana shu kuni to'g'risi jahl ustida ketib qolgan, keyin afsuslandim, bitta matoga xafa bo'libman. Dedim, men aytdim. Opalar, sizlar